Uy, bu uyda gaz bor ekan do'stlar. Tepada kladovkasi bor ekan. 1.70 ga 6 balkoni ham bor ekan do'stlar. Patologlari 2 ga 80 ekan. Холодильник, kiriyadigan mashina, даже menimcha kuxonniy garnituriga ham polni hamma narsani qo'shib uyda egasi olib chiqib ketaman deydi. Tем более narxni ham mashalloh zo'r qo'yishgan. Chiroyli narxlarda qilib berishadi. Naqd sanayman degan insonga mana shunday qovoq solib turgan insonni kayfiyati ko'tarilib ketadi. Unaqa narx deyishdi. Men aytdi deysizlar, lekin javob beraman do'stlar. Bu yerimizda premialni vannamiz bo'ladi. Bu yerda esa premialni choyxona eshigimiz. Bu yerimizda do'stlar kengina patologgacha 280 bo'lgan masofada xonamiz bo'ladi. Bu yerimizda mana atapleniyamiz. Endi bu yerda ustalar rosa ishlashgan ekan. Yana bir ikkita joylari bor. Oynalar akfa bo'ladi do'stlar. Обязательно kayfiyatingizni ko'tarish uchun charchamaymiz biz ham. Bu yerimizda mana kiraverishimiz hol deyiladimi? Menimcha bular ham hammasi olib chiqib ketilsa kerak. Kimga ham keragi bor edi deydi. Bu yerimizdagi mana stenkamiz ham, bu yerimizdagi divanimiz ham hammasi olib chiqib ketilar ekan. Bunimiz ikkinchi xonamiz. Naqd sanayman deganga 33 dan pastroqqa tushib berar ekan. Uyda egalar 2 xonali panelli kvartira, 4-etajda kengina avtostansiya yonginasida. Обязательно aytdimki, naqd aytgandan keyin kulib yuborasiz deb. Ovozda saqsiz puf deb yuborasiz deb. Xullas, naqd sanaganga zo'r tushib beradi. Reklama bo'yicha batafsil ma'lumotlar va manzil bo'yicha pastdagi raqamlarga aloqaga chiqaveramiz. Kommentariyada o'z fikrimizni yozib qoldiramiz.